Benim ismim Mustafa. Yoshim 21'da. İçimde yani yüreğimden Büyük Britaniyani xohlardim va shu orzuyimga erishdim. Kira olmaysan, qo'lingdan kelmaydi, o'qimaysan, sen odam bo'lmaysan degan gaplar bo'ladi. Rahmat yoki sizni yaxshi ko'raman dada deb hech ham ayta olmagan. Nechadir yoshli bola Google ga ishga kirdi, Apple ga ishga kirdi. Men nima qildim? Men Londonda qolib ishtoq yuvuvchi yoki taksist yoki shunga o'xshagan boshqa dastavchik, ya'ni yetkazib beruvchi bo'lmoqchi emasman. Bakalavr va magistri bor taksist yoki kuryer bo'lmas kerak. Oilangdagilar erisha olmagan YouTube'da sen ham erisha olmaysan degani emas. Siz ma'raga yetib kelganingizda eng qizig'i yangi start boshlanadi. Mening ismim Mustafa. Yoshim 21da. Toshkent davlat yuridik universitetida bakalavr bosqichini yakunladim. Va hozirgi kunda Buyuk Britaniyaning London shahrida joylashgan Northumbria universitetining magistratura bosqichiga qabuldan, ya'ni unconditional offer letter oldim. Va bu proses juda ham qiziq bo'ldi va bu jarayonda juda ham ko'plab ajoyib voqealar vujudga keldi. Aynan bakalavr diplomini sal kechikishi, magistraturaga ulgurmay qolaman degan ma'lum bir tashvishlar, albatta qishki qabullar ham bor edi, lekin o'z vaqtida amalga oshirilgan narsa baribir boshqacha qizig'roq bo'ladi. O'zimni kelib chiqishim Andijon viloyati Marhamat tumanida tug'ilganman. Ota-onam ham Marhamat tumanida yashaydi. O'sha yerda tug'ilishgan hammasi. Universitet Northumbria deb nomlanadi. Buyuk Britaniyadagi top universitetlardan biri hisoblanadi va dunyoda ham o'zini yetakchi o'rniga ega, ya'ni top 500 talikka kirishi va o'zim orzu qilgan International Business Law va International Business va Management sohalariga juda ham qattiq qiziqqanman va aynan shu yo'nalishlar bo'yicha ma'lum bir universitetlarga topshirdik. Yani ular Greenwich, Northumbria, Kanadadan universitetlarga topshirdik, Germaniyadan va o'zimni ichimda, ya'ni yuragimdan Buyuk Britaniyani xohlardim va shu orzuyimga erishdim. Va shu orzu yo'lida Northumbria universitetiga o'qishga kirishda UK Consulting'da tanlash bu menga asosiy prioritetni bildirdi. Ya'ni bu prosesda juda ham ko'plab konsaltinglarni ko'rdim. Ularda ichida ustozlarimdan so'radim, qaysi biri yaxshi, qaysi biridan borsam bo'ladi. Aynan shu UK ga, USA ga yoki Kanadaga ketgan odamlardan surishtirdim. Va shular ichidan UK Consulting'da maslahat berishdi va menga qo'rqmasdan tanlovni amalga oshirdim va shu akalarimiz bilan, ayniqsa Baxtiyor akaga alohida rahmat aytaman. Shu akam bilan birgalikda bu prosesni amalga oshirdik va o'ylaymanki, oldimizga qo'yilgan maqsadni birgalikda amalga oshirdik. Buyuk Britaniya yoshligimdan orzu bo'lgan. Chunki u yerda hayot quality deydi, ya'ni darajasi yuqori bo'lganligi, ta'lim sifati boshqa levelda bo'lganligi, aynan shu top reytingli universitetlar ko'p bo'lgani Buyuk Britaniyada, u yerda muhiti o'zgacha bo'lganligi meni o'ziga tortaverardi. Bakalavrda ham topshirish imkonim bo'lgan. Lekin bakalavrda yoshim kichkinalik qilgan va uydagilarim qarshilik qilgan, ya'ni oilaviy sharoitlar ham to'g'ri kelmagan. Va magistr ancha yaxshi deb qabul qilganmiz o'zimizga va universitet O'zbekistondagi eng yaxshi universitetlardan biridan o'qishni tugatgandan keyin dunyodagi eng yaxshi mamlakatga va shu dunyodagi eng yaxshi universitetlardan biriga topshirishga qaror qildim. Va aynan shu proses davomida ajoyib bir qiziq voqea bo'ldi. Universitetdan unconditional offer letter olgan paytimda bir hind telefon qildi menga. Ajoyib Bible deydi. Shunaqa ajoyib aksentlari bilan telefon qildi-da. Menga yotoqxona bron qilib qo'ygani, yotoqxona uchun men 300 funt miqdorida unga to'lov qilishim, ya'ni depozit topshirishim va u borsam meni kutib olishi haqida ma'lumot berdi. Men qayerdan nomerimni oldi, nima qildi? To'g'ri, ma'lum bir joylarda qidirdim. Aynan shularda scam bo'ldim deb o'ylayman. Shu telefon qildi, 300 funt so'radi. Menda yaxshi ham 300 funt yo'q edi shu paytda. Bo'lmasa to'lab qo'yishim mumkin edi. Aynan yo'qligi sababli keyin dedimda, keyin o'zim miyamga tegib qoldi. Yo'q odamga, ko'rmagan odamimga, bormagan joyimda, ko'rmagan makonimga pul to'lasam sal g'alati bo'ladi dedimda. Bu fikrimdan qaytdim. Lekin hali ham telefon qilyapti. Agar hozir telefonimni oladigan bo'lsam, hozir ham gaplashib qo'yishimiz mumkin odam bilan. UK Consulting bilan topshirgan paytimizda Kanadaga ham topshirdik. Ichimda ichki sezgilarimda Germaniyaga ham qisman muhabbat bo'lgan. Lekin nimaga aynan Britaniyaga katta urg'u berganmiz? Birinchidan, oilada yoshligimdan Buyuk Britaniya orzuyimiz bo'lgan. Onam bilan birgalikda
shu Buyuk Britaniyada, Londonda o'qisang deb onam menga orzularni aytib berardi. Har bir ona bolasi bilan maslahatlashadi-yu, o'z orzularini she'r qiladi-yu, shu paytda shu Buyuk Britaniyada o'qisang, Londonda yursang deb onam menga shu o'z orzularini aytardi. Va bu narsa meni ham ichimda, ya'ni meni ham yuragimda Buyuk Britaniyaga bo'lgan muhabbat yana ham oshirdi. Aynan ta'lim sifati ham meni o'ziga tortdi. Ya'ni hard skilllarda ilmda kuchli bo'lgan istalgan kadr, istalgan bozorda, dunyoning istalgan qismida o'z o'rnini topa olishi va bu yaxshi sifatdagi ta'limni Buyuk Britaniyada ola olishimga ishonchim komil bo'ldi. Va shuning uchun Buyuk Britaniya tanlovida to'xtadik va Xudoga shukr, o'z orzularimizga bosqichma-bosqich erishyapmiz. Inson o'z hayotida har bir bosqichda, ya'ni shu bog'chaga kirishi bo'ladimi, maktab bo'ladimi, universitet bo'ladimi, u universitet bakalavr, magistr, doktorant farqi yo'q. Har bir bosqichda ma'lum bir yutuqlarga erishishida faqatgina o'zini hard work, ya'ni o'zini to'xtamasligi, o'zini tinimsiz mehnat qilishi sabab bo'ladi. Unga hech kim kelib yordam bermaydi. Yordam berishi mumkin va ma'lum bir turtkilarda amalga oshirish mumkin. Misol uchun men shu eng katta turtkini ota-onamdan olganman. Ota-onam menga eng katta investor, meni ta'lim olishim uchun eng katta mablag'ni ular ajratadi, eng katta motivatsiyani ular beradi. Onamga qarab, onam menga motivatsiya berganida har kuni uyg'onganimda nima qilishim kerakligini bilib turaman. Dadam ochiqini aytaman, dadam Rossiyada ishlaydi. Meni asosiy oldimdagi prioritetim dadam Rossiyada ishlamasligi va oilamizga qaytib kelib, ya'ni o'zi oilamizda uzoqda emas, har uch oyda kelib turadi, lekin baribir men yoshligimda dadam bilan kam vaqt o'tkazganman. Ukalarim dadam bilan ko'proq vaqt o'tkazishini xohlayman. Ukalarimning bolaligi dadam bilan ko'proq birga bo'lishini xohlayman. Shuning uchun tinimsiz harakatdaman, yaxshi o'qish, yaxshi harakat, yaxshi mehnat va shuni orqasidan kelgan meva bilan oilami asosiy ta'minotchisiga aylanish va oilada asosiy suyanchiqlardan biriga aylanish va ukalarimga, ota-onamga eng birinchi o'rinda yaxshi hayotni tatbiq qilish. Bu borada nimaki talab qilinsa, har qanday ishga odam tayyor. Bu menimcha har bir erkakni ichidagi orzularidan, ichidagi uni har kuni ertalab bolishdan boshini ko'tarishga asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Va bu borada kim o'ylabdi? Kim o'ylabdi? Marhamatdan kelib, ya'ni Andijondan kelib, Toshkentda, ya'ni O'zbekiston poytaxtida top universitetlarning birida o'qishi, unda yaxshi yetakchi odamlardan biri bo'lishi va bundan so'ng dunyodagi eng rivojlangan mamlakatga borishi, endi Xudo xolasa u yerda ham o'z o'rnimizni topamiz degan umiddamiz va shu yo'lda hech qachon to'xtamaslikni men maslahat beraman. Bu yo'lda ko'pchilik ishonmaydi. Bu xoh institutga kirish bo'lsin, xoh kasbda bo'lsin, xoh biznesda bo'lsin, hech kim boshida ishonmaydi. Boshida hamma ustidan kuladi odam. Qo'ysangchi, bunga topshirib nima qilasan? Misol uchun shu yurtga topshirayotgan paytimda ham qo'ysangchi, nima qilasan? Pastroq joyga topshir, kirolmaysan, qo'lingdan kelmaydi, o'qimaysan, sen odam bo'lmaysan degan gaplar bo'ladi. Shu gaplardan odam qaytaga motivatsiya olish kerak. Bo'pti deb qo'yish kerak, ichida senga ko'rsataman degan narsa bo'lishi kerak. Va o'z maqsadlariga bosqichma-bosqich, tartibli, operativ erish kerak odam. Ya'ni shu birinchi o'rinda nima qilish kerak, ikkinchi o'rinda nima qilish kerak. Birdaniga eng yuqorisini mo'ljallab turib, unga to'xtab uni kutib qolish kerak emas. Odam yaxshi vaqtni kutish kerak emas. Odam har bir vaqtni yaxshi qilish kerak. Meni shu yoshgacha, ya'ni shu 21 yoshimgacha bo'lgan experience'imda, ya'ni tajribamda shu narsani o'yladimki, odam hech qachon kutish kerak emas, odam yaratish kerak. Odamning taqdirida, dinimizda ham bor, odamning taqdiri bor, ya'ni uni oxiri qayerdaligi aniq, lekin ungacha bo'lgan yo'lni o'zi tanlashi mumkin. Juda munozarali mavzuda bu aslida. Ba'zilar aytadi, oxiri aniq-ku, nima qilaman harakat qilib? Yo'q, shu oxirini yaxshi qilishga harakat qilish kerak. Biz bilmaymiz-ku oxiri qanaqa bo'lishini. Maksimum yaxshiga qarab harakat qilishimiz kerak. Meni fikrim bo'yicha. Shuning uchun to'xtamaslik kerak. Odamlar gapiraveradi. O'zini prioritetlarini eng birinchiga qo'yib, ota-onasini o'ylab, har kuni ukalarini, akalarini, opa-singillarini o'ylab harakat qilish kerak odam. Shundagina qaysidir hayotda bosqichida qaysidir natijalarga erishadi odam. Men to'g'risi ko'p
onamga yoki dadamga sizni yaxshi ko'raman deya olmayman. Uyalaman. Bu обычно katta farzandlarni fe'lida, xarakterida bo'ladi. Men hali ko'rmaganman hech kim onasiga katta farzand, ona men sizni yaxshi ko'raman yoki onaga aytish osonroq, baribir ayol kishi ona bilan o'rtada devor bo'lmaydi. Lekin dadamga rahmat yoki sizni yaxshi ko'raman dada deb hech ham ayta olmaganman. Chunki hayajonlanaman. Juda uyalaman dadamdan. Shu fursatdan foydalanib dadamga sizni yaxshi ko'raman dada. Boringizga shukur. Men shu yerda o'qib, ishlamasdan o'qib, o'z ustimda ishlashimga, o'zimni hard skilllarimni, soft skilllarimni shakllantirishimda menga baza yaratib berganingiz uchun, moliyaviy yordam berganingiz uchun, ya'ni moliyaviy meni ta'minotimni amalga oshirganingiz uchun, ruhan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, yo'lda qancha qiyinchiliklarga yuz tutdik. Aynan shu qiyinchiliklarda menga qayta bosim qilishdan o'rniga men bilan birga bo'lganingiz uchun, meni tushunganingiz uchun, meni shu darajaga yetib kelishimda menga yaxshi tarbiya berganingiz uchun sizga rahmat, sizni yaxshi ko'raman. Onam boshqacha ayol. Onamni juda qattiq yaxshi ko'raman. Onam, dadam Rossiyada bizdan uzoqda bo'lgan paytda otani tarbiyasi muhim bo'lgan joyda otani ham tarbiyasini ham qo'shib qisman albatta o'zini ham ishlab, ham tarbiya berib bizga o'z kuchidan ayamasdan bizga bergani uchun, o'zini bir bo'lagini bizga bergani uchun onamga rahmat. Onam juda chiroyli inson bo'lgan. Bizni tug'ib, bizni boqib, bizni tarbiya qilib, biz qancha asabini buzdik ukalarim bilan. O'ynab, urushib, gohida bir-birimizni boshimizga yorib qo'yib, qo'limizni sindirib qo'yib kerak bo'lsa. Shu paytlarda bizga yaxshi tarbiya bergani uchun, bizni to'g'ri yo'lga solishgani uchun onam bilan otamga alohida rahmat aytaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bittasizlar. O'zingizlar asranglar men uchun. Odam rivojlanayotib qayerga qarash kerak? O'zidan oldingami, o'zidan orqagami? Shu savolni ko'p o'zimga beraman. O'zimdan pastda bo'lganlarga, ya'ni intellektual jihatdan, moddiy jihatdan o'zimdan pastda bo'lganlarga qarashim kerakmi yoki dunyoning boshqa qismida bo'lgan yoki o'zimizda bo'lgan, mendan ko'ra aqlliroq, mendan ko'ra zo'rroqlarga intilishim kerakmi? Bu savol juda ikkilanarli savol va ikki xil javob bo'lishi mumkin. Bunga meni javobim har ikki tomonga ham qarash kerak. Ya'ni odam o'zidan pastdagilarga qarab shukr qilish kerak, lekin to'xtamaslik kerak. O'zidan yuqoridagilarga qarab harakatni yana ham tezlashtirish kerak. Misol uchun ko'p xabarlar eshitishimiz mumkin. 2006-yil bola SAT'dan 1600 oldi yoki nechidir yoshli bola Google ga ishga kirdi, Apple ga ishga kirdi. Men nima qildim? Men eng katta qilgan ishim bakalavrni bitirdim, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Xudo xolasa magistrga kirdik, endi u yog'iga yirik rejalar bor. Ularni amalga oshirish kerak va nimaga aynan Britaniya degan savolga yana bir javob bor. Bu javob u yerdagi men tengqurlarda fikrlash qanaqa? U yerdagi men bilan teng bo'lgan odamlar, ular xoh aqliy bo'lsin, xoh yosh jihatdan, xoh boshqa levellarda teng bo'lsinki, ular qanday fikrlaydi? Ularda lifestyle, ya'ni yashash tarzi qanaqa? Ular o'zini kim deb biladi? Ular qayerga qarab intilishyapti? Dunyoning kelajagi, ya'ni ular uchun dunyoning kelajagi qayerda? Ular nechinchi yilda kelajakka erishadi? Ya'ni shu sun'iy intellekt, robotlar yoki boshqa shunga o'xshagan narsalar. Men shu narsani bilmoqchi bo'lyapman. Ya'ni 2004-yilda tug'ilgan Buyuk Britaniyadagi James bo'ladimi, u Jones bo'ladimi, kim bo'lsa ham u qanday fikrda? U nima qilyapti? Qayerlarda ishlagan? Qanaqa odamlar bilan tanish? Uni krugozo'r, ya'ni dunyo qarashi qanaqa? Uni qanday savollar qiynaydi? Shularni bilmoqchiman. Ular bilan ularni community-siga, ularni jamiyatga kirib bormoqchiman. Ularni haligi culture shock deydi-ku, shu narsani o'zimni tanamda his qilmoqchiman ularni environmentiga qo'shilib. Va bu juda ham ajoyib. Bu yangi challenge, yangi qiyinchiliklar, yangi urovень. Shuning uchun bu ham va ajoyib nima desam bo'ladi? Hissiyotni odamda vujudga keltiradi. Va bu narsa yana shunga turtki beradiki, odamni karyerasidagi rivojlanishga ham albatta
o'zini effekti bo'ladi. Ya'ni insonning hayotidagi jamiki narsalar uni qaysidir qarorida, qanchadir qismda albatta o'zini ta'siriga ega. Shu bilan birgalikda chet elga chiqib o'qib kelish ham yoki shu boshqa sferadagi odamlarga qo'shilish ham bu ajoyib yangi narsalar va bu odamni kelajakdagi karyerasi, ya'ni kelajakdagi ish tajribasida juda katta muhim natija, muhim o'ringa ega bo'ladi. Va shu bosqichda, ya'ni karyerada men bakalavr davrimda ko'p tizimlarda ishlab ko'rdim. U davlat tizimi bo'lsin, ya'ni davlat tashkilotlari bo'lsin, xususiy tashkilotlar bo'lsin, bir 4 ga yaqin joyda ishladim. Va bildimki, davlat tizimida, aynan davlat tizimida odam o'z ustida tinimsiz ishlasa, 10 ming soat qoidasi bor. U любой tizimda ishlaydi. 10 ming soat qattiq o'z ustida ishlasa, shu sohani professional kadrga aylanadi. Va men shu 10 ming soat qaysidir qismini Buyuk Britaniyada, ya'ni chet mamlakatidagi ta'lim tizimida sayqallanmoqchi bo'lyapman. Bu ham ajoyib odamga o'zgacha his-tuyg'uni baxsh etadi. Buyuk Britaniya boshqachada baribir. Odam, ya'ni shu 3-dunyo mamlakatlarida ayniqsa iqtisodiyoti rivojlanayotgan yoki endi rivojlanayotgan yoki rivojlanmagan mamlakatlarda yoshlar ayniqsa chet mamlakatlarga, ya'ni 1-dunyo mamlakatlariga chiqishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki u yerda yashash darajasi kuchliroq. U yerda istalgan sohada sifat katta, ya'ni sifat kuchli. Buni o'zimizni jamiyatda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Amerika orzusi degan narsa vujudga kelgan. Ya'ni ko'pchilik, nafaqat yoshlar, balki yoshi kattalar ham Amerikaga yoki Yevropa mamlakatlariga chiqishda harakatida va unga kuchlik orzu qilishadi. Yevropaga chiqishda yoki boshqa mamlakatlarga chiqib, o'sha yerda yashashdi. Shu yerda bitta savol vujudga keladi. Vatan nima? Vatan bu makonmi? Vatan bu his-tuyg'umi? Vatan bu insonda atrofidagi odamlarmi? Meni fikrim, vatan bu oila. Bu ota-ona va o'zini tug'ishganlar, ya'ni aka-uka, opa-singillar. Ularda tinch yashashi, ularda osoyishta bo'lishi, ularda obod bo'lishi aynan shu vatan tuyg'usi deb o'ylayman. Vatan tuyg'usi deganda aynan shu makonda qolish emas, balki shu makondan chiqib bo'lsa ham aynan vatanga katta hissa qo'shish, rivojlanishiga urg'u berish. Aynan shunda menda bir fikr paydo bo'ladi. Bu fikr shundan iboratki, vatanning rivojlanishiga hissa qo'yish bu nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham bo'lishi mumkin. Bu boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, eng katta hozirgi kunda yoshlarning vatanga qo'shadigan hissasi bu chetdagi o'zbek imijini yaratish. Ya'ni chet mamlakatlardagi fuqarolar, boshqa odamlar o'zbek deganda kimni tushunadi? Oddiy churkanimi? Yo'q. Hozirgi kunda o'zbeklar boshqacha imijga ega bo'lib boryapti. Qattiq harakat qilish kerak bu borada. Yurish-turish, boshqa obishniy qoidalar o'zi to'g'ri bo'lsa, odam unga nisbatan qolganlarning fikri yaxshi bo'laveradi. Shuning uchun ham inson vatan ravnaqiga hissa qo'yish uchun aynan vatanda qolish yoki vatan hududidan chiqmasdan turib harakat qilish kerak degani emas. Vatan tuyg'usi bu vatanni istalgan joyda sevish. Vatanni istalgan joyda, har qanday joyda unutmaslik bu vatan. Professional kadr bo'lishning o'zi ham bir vatanga qo'shgan katta hissa hisoblanadi. Ya'ni professional kadr bu o'zini sohasini ustasi. Va aynan shu o'zini sohasini ustasi bo'lish uchun men o'yladimki, Londonda, ya'ni Buyuk Britaniyada o'qish bu ekstra yangi bir nima desam bo'ladi? Ligota deydi, ustamalarni qo'shadi. Shu joyda yana bir savol vujudga keladi. Nimaga London? Amerika emas. Men o'zim shu installayotgan paytimda Amerikani tanlamaganimga birinchi asosiy sabab bu Amerikadagi hozirgi bo'layotgan ijtimoiy muhit, ya'ni u yerdagi siyosiy jarayonlar, ijtimoiy muhitlar. Bularda обязательно odam chetga ketayotganda inobatga olish kerak, o'rganish kerak. Aynan men magistrga topshirayotgan paytimda Amerikaga viza olish ehtimoli juda pasayib ketdi. Ya'ni shu nechidir 60% o'tib ketdi adashmasam. Bu narsa albatta odam hisobga olish shart bo'lgan narsa bo'lganligi uchun men Amerika variantini chiqarib yubordim. Nimaga London? Juda qimmat shahar. Yashash qiyin. Men videolarda ko'rganman bu narsani. Yashash qiyin. Men rizq degan narsaga qattiq ishonaman. Ya'ni rizq odam qayerda bo'lishida, qanday sharoitda bo'lishida va kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha rizqga yetib keladi. Rizq ajaldan ko'ra tezroq quvadi.
Shuning uchun birinchi o'rinda shu faktor, ikkinchi o'rinda men o'zimga ishonaman. Men harakatchanman. Men shu yergacha yetib kelishimda meni to'xtamaganligim qattiq mehnatim sababchisi. Bir ham kamtarman. Shu faktorlarni inobatga olganda men o'yladim London men uchun, ya'ni men Londonda borib yashashim kerak. Men Londonda o'qishim kerak. Va yana bitta London tanlashimga bo'lgan faktorlardan bittasi men oilada birinchi bo'lib Londonga ketayotgan odamman. Ya'ni shu Londonda ta'lim olish uchun. Aynan shu o'zim xohlagan, o'zim yoqtirgan yo'nalishda. Shu faktorlarni inobatga olgan holda men o'ylaymanki, yoshlar, ya'ni o'zim tengqur insonlar o'qish tanlayotganda shu faktorlarni inobatga olish kerak. Xudo xohlasa o'qishni tugatgandan keyin menda ikkita yo'l turadi. Meni o'zimning planlarim bo'yicha. Bu ikki yo'l A variantim Londonda qolish, Londonda ishlash va Londonda o'z o'rnimga ega bo'lish. Ikkinchi variant qaytib kelish. Xuddi ikkinchi variant yutqizishga o'xshaydi. Bu ikki variantni nimaga men tayyorlab qo'ydim? Chunki birinchi o'rinda men bakalavrda professional darajada, ya'ni professiyaga, ya'ni kasbga ega bo'ldim va aynan shu kasbda davom etmoqchiman. Men Londonda qolib ishtoq yuvuvchi yoki taksist yoki shunga o'xshagan boshqa dastavchi, ya'ni yetkazib beruvchi bo'lmoqchi emasman. Men Londonda o'z sohamdagi professional kadr bo'lmoqchiman. Aynan shunga erishganimda Londonda qolaman. Va bu proses uzoqqa cho'zilib ketmasligi kerak. Chunki agarda men ish qidirishim va qora ishda ishlashim ko'p prosesga cho'ziladigan bo'lsa, u yerda meni kasbiy qobiliyatimni sayqalligi yo'qoladi. Ya'ni o'tmaslashib qoladi. Keraksiz kadr bo'lib qoladi. Diplom quruq qog'oz bo'lib qoladi. Aynan Londonda qattiq harakat qilaman. Men o'zimni ichimdan qolish maqsadim bor. Va shu Londonda o'z kasbimni topganimda, o'z o'rnimni topganimda Xudo xohlasa qolaman. Agarda albatta ikkinchi variantni ham o'ylab qo'yish kerak, force majeure. Unday bo'lmaydigan bo'lsa va menda tanlov faqatgina qora, ya'ni blue collar job deydi. Aynan shunaqa kasblarda variant qoladigan bo'lsa, men zudlik bilan O'zbekistonga qaytaman. Chunki O'zbekistonda xalqaro darajadagi diplom bilan, bakalavr diplomi bilan albatta ish topaman va albatta O'zbekistonda iqtisodiyotini bo'lsin, xoh siyosiy jihatdan uni imijini bo'lsin, xoh ijtimoiy imijini bo'lsin rivojlantirishda albatta kerakli kadr bo'laman degan umiddaman. Buning uchun обязательно yuqorida aytganimdek aynan O'zbekistonda bo'lish shart emas. O'zbekistonda turib yoki chetdan turib ham O'zbekiston rivojlanishiga hissa qo'shsa bo'ladi. Va men kelajakda shunaqa O'zbekiston uchun, oilam uchun, vatanim uchun albatta o'zini foydasi tegadigan shaxs bo'lishda harakatidaman va shunga erishaman Xudo xohlasa. Vizadan javob kelganda u yerda yozilgan boshida 20 soat haftasiga ishlash mumkin degan joyi bor, lekin o'ylayman 20 soat yetmaydi. Ko'p Instagramda ko'rganman, men eng katta qo'rqitgan narsa bu rasmlar chiqadi-ku, Britaniyaga endi kelgan davrim, Britaniyada 4 yildan keyingi davrim. Bakalavrda, magistrda ham bor unaqa narsalar. Nurab qolgan odam bo'lib qoladi-ku vaqt tugagandan keyin. Chunki albatta u yerda bosim bor, boshqa muhit, boshqa jamiyat, pul topish kerak, yashash kerak. Lekin hozirgi holatdagi fikrim shundan iboratki, inson nima uchun ketayotganini unutmaslik kerak. Birinchi o'rinda bu albatta moliyaviy holat ham bunga bog'liq. Inson borgandan keyin albatta shu kirgan sohasini, shu o'qiyotgan sohasini mutaxassis bo'lishga qattiq harakat qilish kerak va ishni ham aynan shu yo'nalishni topishga urinib ko'rish kerak. London katta bozor, ya'ni shu mehnat bozori sifatida katta bozor va bu yerda xalqaro darajadagi boshqa yoqdan kelgan talabalar ham bor. Aynan men kirgan universitetda ham yozib qo'ygan. 135 ta mamlakatdan har xil xalqaro talabalar ham kelgan. Ya'ni bu 135 xil raqobatchi degan. Bular har biri o'zini unik, o'ziga xos tomonlari ham bor. Xudo xohlasa, meni o'zimning shaxsiy fikrim borganda aynan o'zini sohasini professionali bo'lishga harakat qilish kerak. Ishlash kerak, pul topish kerak. Chunki Maslow piramidasi bor-ku, albatta odam birinchi o'rinda o'zini birlamchi nimalarini, ehtiyojlarni, ya'ni shu qorni to'q bo'lish kerak, yotgani joy bo'lish kerak, ichgani suvi, shunga o'xshagan narsalarni обязательно qoplash kerak. Chunki odamning qachon iqtisodiyoti, ya'ni iqtisodi, puli, cho'ntagida puli bo'ladigan bo'lsa,
u odam keyin boshqa narsalarda o'ylashni boshlaydi. Keyin mental o'zini rivojlantirishga urg'u berishni boshlaydi. Buning uchun albatta boshida og'ir bo'ladi, juda qiyin bo'ladi. Lekin baribir inson nima uchun ketganini uydagilari, aynan ota-onasi, farzandlari agar farzandlari bo'ladigan bo'lsa yoki aka-uka, opa-singillari unga qaysi umid bilan boqishayotganini unutmaslik kerak. Bakalavr va magistri bor taksist yoki kuryer bo'lmasi kerak. Bakalavri bormi, magistri bormi, u aynan shu sohada o'qiganmi, aynan shu sohani mutaxassis bo'lishi kerak. Bo'lmasa taqriban qancha 4 magistr bilan 5 yil umri 15 ming kundan ko'proq vaqtni havoga uchib ketgan bo'ladi. Aynan shu yuqorida aytgan 10 ming soat qoidasini o'zida tatbiq qilmagan bo'ladi. Bu albatta o'zida shu boshlanish prosesida, ya'ni boshlanishda, startda optionlar turgan bo'ladi. O'qish, ishlash yoki o'qib ishlash yoki o'qishdan chiqib turib ishlash. Shu bosqichda odam to'g'ri tanlov qilish kerak. To'g'ri tanlovni bu yo'lda bosib o'tganlar bilan birga qilish kerak deb o'ylayman. Men o'ylayman, albatta o'qish uchun borgan odam o'qish kerak. O'zini birlamchi iqtisodiyotini qoplagandan keyin albatta. Boqimanda bo'lmasligi kerak shunda ham. Meni ko'rayotganlarga, meni eshitayotganlarga meni maslahatim, xoh akalik, xoh ukalik, xoh do'st sifatidagi maslahatim, oilangdagilar erisha olmagan yutuqqa sen ham erisha olmaysan degani emas. Oilangdagilar, ya'ni shu qarindosh urug', tanish bilishlaring yorib chiqa olmayotgan sferani sen ham yorib chiqa olmaysan degani emas. Sen uddalaysan, qila olmaysan. Qila olasiz deylik. Shu sferadan, shu qobiqdan chiqishga urinib ko'rish kerak. Meni doim qiynaydigan bir savol bor. Bu nima uchun men bu dunyoga kelganman, ya'ni bu yorug' dunyoni ko'rganman. Nimaga men tug'ilganman qisqa qilib aytganda. Meni nima o'zgacha jihatlarim bor? Albatta, meni fikrim bo'yicha hamma tug'ilganda, har bir inson tug'ilganda unda hamma qobiliyat bo'ladi. Uni o'zlashtirishi, uni ega chiqishi juda oson bo'ladi. Har bir insonning tug'ilishida bir xil start bo'ladi. Bu albatta o'rtacha iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarga tegishli. Ular o'zida ushlab qola olishi, o'zi rivojlana olishi, bu uni faqatgina o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Protsessda, shu jarayonda inson tinmasdan mehnat qilganda, uni hayotida bor g'am tashvishlarni ham unutadi. Ya'ni hammamiz bilamiz, insonning hayoti, bu ko'plab dinlarda ham bor, g'am tashvishdan, g'urbatdan iborat deyiladi. Ma'lum bir boshqa dinlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu o'zimizning dinda ham aytilgan, ya'ni islom dinida ham aytilgan. Insonning hayoti bu sinovlardan iborat, qiyinchiliklardan iborat. E'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan ham hayotimizning har bir bosqichida o'ziga yarasha muammo bo'ladi. Bu xoh bog'chada chupa-chups ola olmaganimiz bo'lsin, xoh maktabda 5 ola olmaganimiz bo'lsin, xoh institutga kira olmaganimiz bo'lsin. Aynan shu yerda to'xtamaslik kerak odam. Yana harakat qilish kerak. Eng kamida inson bu dunyodan ketayotganda, ko'zini yumyotganda, hech bo'lmasa shuni ko'rdim-ku, o'xshamagan bo'lsa men urdim ko'rdim-ku deydi. Yaratganning oldiga borganda yuz yorug' bo'ladi. Ya'ni ayta oladi bemalol. Men urindim, harakat qilib ko'rdim. O'xshamagan bo'lsa ham. Muhimi harakat. Aytadi-yu, finish muhim emas, proses muhim. Shu prosesda zavqlanish kerak. Shu prosesdan o'rganish kerak. Shu prosesda bo'lgan narsalardan o'zida saboq olish kerak. Odamlarda siz haqingizdagi fikri ham qiziq emas. Ular sizni tentak deb o'ylashi mumkin, aqlsiz deb o'ylashi mumkin. Bunga ko'plab hikoyalar misol bo'lishi mumkin, ko'plab real hayotdagi voqealar misol bo'lishi mumkin. Men ham shaxsan o'zim ham o'qimaydigan ikkichi deb o'ylashardi, to institutga kirgunimgacha. U Britaniyaga keta olmasdi deyishardi, to vizam chiqmaguncha. Ya'ni shu prosesni amalga oshirayotgan paytingizdagi rohatni hissi boshqacha. Uni finishdan turib orqaga qaraganingizda, uni zavqi yana boshqacha. Shuning uchun g'alabali finishdan turib, ya'ni yuqoridan turib, marradan chiqqandan keyin oxiriga borib turib, g'alabani qo'lga kiritgandan keyin ortga qarab, ortda bosib o'tgan yo'lingizni qaraganingizda, u yerda his qiladigan narsalaringiz bu boshqacha. Siz marraga yetib kelganingizda eng qizig'i, yangi start boshlanadi. Yangi missiyalar ochiladi. Men o'ylardim, bakalavriyaga kirsam bo'ldi, hayot tugaydi, men o'sha bu yog'i utopiya, akuna matata bo'ladi o'yladim. Yo'q, bu hayotning boshlanishi ekan.
Endi men o'ylayapman, magistraga kirsam meni ilmiy darajam, ilmiy levelim уже komil bo'ladi. Yo'q, men aniq bilaman, bu yo'ldan o'tib ko'rdim-ku. Yana yangi urinlar ochiladi. Shuning uchun to'xtab qolmanglar, bu oxir deb o'ylamanglar. Tinimsiz harakat qilinglar. Harakat, harakat, harakat. Ajoyib bir do'stim bor. Shu do'stim doim tushkunlikka tushib qolganimda menga bir ajoyib jumlani eslatib turadi. Bu jumla buyuk kalomimiz Qur'oni Karimda ham bor. Tunda eng qorong'u qismi tongga eng yaqin qismida bo'ladi. Siz qattiq qiynalib ketdingizmi, siz qiyinchilikda cho'qqisidasiz-da. Tushib olish o'sha oson bo'ladi u yerda. Shuning uchun bo'ldi, qiynalib ketdim, tashlamaslik kerak. Darj harakat qilish kerak. To'xtamaslik kerak. Sizga ishonmaganlarda oldida siz shunga erishib, ulardagi ko'zidagi narsadan sal g'alizroq chiqadi-yu, lekin albatta bundan rohat olasiz. Bu boshqacha maza. Shu prosesni unutmanglar. Shuning uchun to'xtamanglar, harakat qilinglar.